Assalomu alaykum, do'rpir ishqibozlari. Xudo xohlasa bugun mana 2026-yil Ramazon kunining ikkinchi kuni. Hammalarni Ramazon oyi va juma kuni bilan tabriklayman. Mana bizada do'rpir qo'ylarimiz. Bular oq boshli do'rpirlar. 3 ta sog'liq, katta qo'chqar. Qo'chqarimiz 50 ta qo'chqar. Seriozniy qo'chqar. Kimga oq boshli, qora boshli do'rpirlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Faqat bularning narxi qimmat. Nimaga kelib chiqishi o'zi nima deydi, Avstraliyadan buni xarajatlari qimmat bo'lganligi uchun bu qo'ylar qimmat hisoblanadi. O'shani oldindan aytib qo'ying, o'sha hisobga olib qo'yasizlar. Hammalarga rahmat, kuninglar xayrli, barakali bo'lsin.